Javob beringlar, nima qilish kerak buni? Lekin chalg'itadigan savol ham beraman lekin. Ko'ringlar. Minuslar cho'ktirganimizda mana bu o'rta yondagi minuslar juda ham bir cho'kib ketadi. Ko'rsatib bering, nima qilasiz shuni hozir? Qaysi etapiga kelgan? Shishkani cho'ktirib, mana buni keyin bu yerni massaj qilish kerak. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Vaqting bu yerda chishka bo'lib qolgan, bu yoqqa o'y. Hozir birinchi chishkani cho'ktirmaymiz. Yonini kurchokda ishlab olamiz sentr tafamizdan. Buni ko'tarib olamiz, keyin cho'ktiramiz. Hozir yonida durib turgan, qani. To'qla. Birinchi buni yoyib olib ozgina. Mana qarang. Mana shu yerdami shishka? Shu yerda shishka bor ekan, ozgina yoyib turib, keyin mana ularni ozgina ko'tarib chiqamiz keyin. Bularni keyin ko'tarasiz. Xo'sh, bo'ldimi? Javobingiz shumi savolga? Qisqaroq bo'lmadimi? Bo'larli, yetarli darajada siz uchun, ha? Qani. Mana atrofini mana bir bilan ko'tarib olamiz, keyin buni cho'ktiramiz. Bo'ldimi? Bitta shu yerda bormi? Davay. O'zingiz fikringiz, mana. O'zimning fikrim, rezinka mana turdi, mana bularni nima qilib chiqamiz. Keyin nimada ko'taramiz. Ozgina mana bular cho'ktirmasa, birdan bular kelmaydi. Bu yoqda o'ting. Ustoz birinchi minusdan ko'tarib boshlaylik uchun degan bor shishkadan cho'ktiramiz, yana minusga ketish mumkin-da bu. Oldin ko'tarib olib ozgina, keyin ularni cho'ktiramiz. Hammani fokusi bitta to'shkada-da. Hammani fokusi bitta to'shkada. Endi o'zi avtori ozroq yaqinlashdi. Men sizlarga aytdim. Ishlagan payti yaqin kelmanglar. Hammani fokusi mana shu shishkada. Mana bu yerda crown bor-ku, mana bu yerda. Crown bo'yicha necha marta aytdim, crownni ozroq cho'ktirib olsanglar, mana bu ham qotadi, mana bu yer ham. Keyin endi